Demek 45-so'rov. Normal sharoitda 1 litr suvda qancha vodorod eriydi deb so'ralgan. Demek 7-klassda ma'lumotlarimiz bor. Vodorod rangsiz, iysiz, damsiz gaz holida bo'ladi. Demek 1 litr suvda eriydi 21,5 millilitr. Demek 1 litr suvda qancha vodorod eriydi? 21,5 millilitr vodorod eriydi. Endi variantga qarab ko'ramiz. 21,5 deganda izlab qaraymiz. 21,5 litr deb qo'ygan ekan, bu yerda aljasib ketishi mumkin. Bu litr D variantdasa qanday bo'lar ekan? Endi buni litrga o'tkazayotgan bo'lsak, hammasi millilitrda berilgan. Demak, A variant, C variant ham qanday? Tek bu variant qolib turibdi. Endi 21,5 litrga millilitrimizni litrga o'tkazish uchun mingga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mingga bo'lsak, sonda bu litrga o'tkazib olamiz-da buni. Mingga bo'lsak 0,0215 litr degan javob chiqadi. Demak, variant bu yerda bu variant bo'ladi ekan. 46-so'rov. Hayot va tafakkur elementini kim aniqlagan deb so'rov bergan ekan. Demak, hayot va tafakkur element qaysi element ekanligini birinchi bilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, hayot va tafakkur elementi bu fosfor hisoblanadi. Fosforda Persman degan odam aniqlagan. Demak, javob C bo'ladi. 47-so'rov. Xavfsizlik qoidalariga amal qilingan javob deydi. A variantda bizlarga berilgan ekan, yonuvchi moddalar tajriba stolida ortiqcha miqdorda saqlanishi kerak. Bu xato. Yonuvchi moddalar tajriba stolida saqlansa portlab ketishi mumkin. Bu variantda idishdagi qoldiq moddalar rakvinaga oqizib yuborish kerak deydi. Bu ham xato. Rakvinaga ag'ishib bersang, rakvinada azotlarga reaksiya kirib ketsa, yana bir portlash yuz berishi mumkin. Bo'lmasa boshqa joylarga kelishi mumkin. C variantda kislota eritmasini tayyorlanayotganda deydi. Yaxshi aralashmay qolsa, qo'l bilan yaxshilab aralashtirib yuborish kerak deydi. Umuman kislotalarni qo'l bilan ustov qadag'an etiladi, taqiqlanadi. Tak, rezina pipetka yordamida konsentrlangan kislota va ishqor eritmalarini olish man etiladi deydi. Demak, javob D bo'ladi. 48-so'rov. Normal sharoitda galogenlarning 3-vakili qanday agregat holatda bo'ladi deb so'ralgan bizdan. Demak, birinchi vakili bu ftor hisoblanadi. Birinchi vakili ftor, keyingisi xlor, bundan keyingisi brom, bundan keyingisi yod. Demek bizden 3-vakilni so'rayapti. Ya'ni brom haqida gap ketgan ekan. Tak, brom qizg'ish qo'ng'ir rangli suyuqlik hisoblanadi. Demak, C variant bo'ladi ekan. Agar birinchi vakilni so'raganda ftor ashiq jasl rangli gaz. Demak, gaz D variant bo'lishi mumkin edi. Demak, bu yerda C variant to'g'ri. 49-so'rov. Agregat holatga ko'ra xususiy hajmga ega, lekin xususiy shaklga ega bo'lmagan moddani aniqlang degan so'rov tushgan ekan. Demak, uning hajmi bor ekan, ya'ni ko'lami bor ekan, lekin xususiy deydi, shakl ega emas deydi. Demak, bu yerda suyuq zot haqida gap ketgan. Suyuq zot bo'lishi kerak. Oltin bu qattiq zot, demak bu aniq bir shaklga ega. Demak, bu qattiq.
Kumusdan bu qattiq. Buni ham formasi bo'ladi, shakli bo'ladi. Demak, brom bu suyuq unda hajmga ega bo'ladi, biroq aniq bir formaga, ya'ni shakliga ega emas. Demak, suveren. Azot, endi bu azot gaz. Unda gazda shakl, forma degan zotlar bo'lmaydi. Demak, bu variant ham xato ekan. Variant C bo'ladi. 7-so'rov, demak, bromning agregat holati deb so'ralgan ekan. 2023-yil tushgan test ekan. Bromning agregat holati suyuq bo'ladi. Demak, javob A bo'ladi. 71-so'rov, qaynash harorati ortib borish tartibida joylashtiring debdi. Etil spirti qaynash temperaturasi 7-klassda berilgan, 7-klassning 2-temasida berilgan edi asosan. 78 gradusda qaynaydigan edi. Al sulfat kislotamiz bo'lsa 338 gradusga teng bo'ladi. Suvda hamma biladi 300 gradusda qaynaydi. Demak, bizda qaynash harorati ortib borish tartibida deb aytgan ekan. Birinchi ortib borish bo'ladigan bo'lsa 1 3 2 1 3 2 degan javob bu variantda turgan ekan. Demak, buni belgilaymiz kerak. 72-so'rov, suv 173 gradus va deydi 263 gradus Kelvinda qanday agregat holatda bo'ladi deb so'ralgan ekan. Endi suvni bilamiz, hammamiz suv 100 gradusdan yig'iladi, qaynaydi 100 gradusda. Demak, qaynaydi suv 100 gradusda. Qaynagandan keyin bu gaz holatida bo'ladi. Ya'ni gaz holatida bo'ladigan bo'lsa, qattiq deganimiz qat'iy bo'ladi. Suyuq deganimiz ham qat'iy bo'ladi. Ikki variant qoldi. Gaz joqdayida bo'ladi. 100 gradusda qaynaydigan bo'lgandan keyin suv gaz joqdayida bo'ladi. Endi ikkinchisi va deydi 263 Kelvinda. Demak, bizga berilgan ekan 263 Kelvin berilgan. Odan bizlar ayirib chiqsak 273 gradusda. Demak, kelib chiqadi sonda 10 degan javob kelib chiqishi kerak. Minus 10 degan bo'ladi. Minus 10. Endi suv bilamiz 0 gradusda muzlaydi. Al minus 10 gradusda muz joqdayida bo'ladi. Muz joqdayi bo'lsa bu qattiq hisoblanadi. Demak, variant bu variantga to'g'ri keladi ekan. 73-so'rov, quyidagilardan qaysi biri kimyoviy hodisa emas deb so'ragan. Demak, fizikal hodisani topishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Temirning zanglanishi bu kimyoviy hodisa. Bizga kimyoviy hodisa emas deb so'ragan. Shuning uchun A variant xato. Bu variantda suv bug'larini kondensatsiyalanishi, gaz joqdaydan qat joqdayga, bu yerda fizikal joqday bo'ladi. Suvni elektroliz qilish bu kimyoviy molekulaning parchalanishi bilan kimyo. Demak, variant to'g'ri bo'ladi. Demak, 74-so'rovda fizik o'zgarishga misol keltiring degan. Mis simining havoda qorayishi deydi. Demak, bu kimyoviy hodisa hisoblanadi. Demak, temirning zanglanishi bilan kimyo, muzning erishi bu fizikal hodisa. Natriyning suvga ta'siri bilan kimyo. 25-so'rov, Sardor ro'zg'orda ishlatiladigan shamda 2 sm qizdirib oldi va sham bo'lakchasini
chimni ko'sashaga solib spirt lampasida qizdirdi. Suyuqlangan sham sovuganda qotib qoldi. Demak, qanday hodisa ro'y berganini toping deb so'ragan. Demak, bu yerda o'zi aytib qo'yibdi. Suyuq bo'lgan ekan, suyuqlangandan keyin qotib qolgan. Demak, suyuq joqdaydan o'tib o'tibdi qattiq joqdayga. Demak, bu fizikal hodisa. 56 so'rov. Quyidagi jarayonlarning qaysi birlar kimyoviy hodisalarga misol bo'la oladi debdi. Metanning yonishi. Demak, bizdan kimyoviy hodisani so'rayotgan bo'lsa, demak metanning yonishi to'g'ri bo'ladi. Qo'rg'ochning suyuqlanishi. Demak, bu fizikal hodisa. Suvning muzlashi. Bu fizikal hodisa. Temirning zanglanishi. Bu kimyoviy hodisa. Demak, 1-4 javob bo'ladi. 57-so'rovda qishloq xo'jaligida insektisidlar qanday maqsadda ishlatiladi deb so'ralgan ekan. Demak, A variantda begona o'tlarga qarshi ishlatiladi deydi. Begona o'tlarga qarshi gerbitsidlar ishlatiladi. Demak, bu xato. Zararli hasharotlarga qarshi. Demak, zararli hasharotlarga qarshi ishlatiladi insektisidlar. Zararli kemiruvchilarga qarshi zoosidlar. Demak, C variant xato. Kasallik tarqatuvchi zamburug'lar. Bular fungitsidlar. Demak, shu javobim xato. Variant B bo'ladi ekan. Demak, 58-so'rov. Qishloq xo'jaligida deydi, akaratsidlar qanday maqsadda ishlatiladi deb so'rov berilgan ekan. Demak, akaratsidlar. A variantda kasallik tarqatuvchi zamburug'larga qarshi, bu fungitsidlar hisoblanadi. Demak, A variant xato. Kapalaklarga qarshi. Akaratsidlar haqiqatan ham kapalaklarga qarshi ishlatiladi. Demak, javob bo'ladi. Begona o'tlarga qarshi delingan, begona o'tlarga qarshi gerbitsidlar bo'ladi. Demak, C variant xato. Zararli kemiruvchilarga qarshi zoosidlar ishlatiladi. Demak, D variant ham xato. Bu yerda buni belgilaymiz kerak. 59-so'rov. Qishloq xo'jaligida fungitsidlar deydi. Qanday maqsadda ishlatiladi deb so'rab bergan. Fungitsidlar birinchi belgilab olaylik. Fungitsidlar qanday maqsadda ishlatiladi deb so'ragan. Demak, kasallik tarqatuvchi zamburug'larga qarshi ishlatiladi deb variantda aytilgan. Demak, A variant to'g'ri. Kasallik tarqatuvchi zamburug'larga qarshi ishlatiladigan fungitsidlar. Kapalaklarga qarshi ishlatiladigan bo'lsa, oldingi testlarimizda eshitdik. Bu akaratsidlar. Demak, xato. Begona o'tlarga qarshi ishlatiladigan bo'lsa, bu gerbitsidlar. Zararli kemiruvchilarga qarshi, bu zoosidlar. Demak, A variant to'g'ri bo'ladi. 60-so'rov. Qishloq xo'jaligidagi gerbitsidlar qanday maqsadda ishlatiladi deb so'ralgan. Demak, qishloq xo'jaligida gerbitsidlar begona o'tlarga qarshi, shavvoy cho'plarga qarshi ishlatiladi. Kasallik tarqatuvchi zamburug'larga qarshi bu fungitsidlar, zararli hasharotlarga qarshi akaratsidlar desak ham bo'ladi buni. Hasharot bo'lsa insektisidlar. Zararli kemiruvchilarga qarshi bu zoosidlar. Demak, variant A bo'ladi. 61-so'rov. Qishloq xo'jaligida zoosidlar qanday maqsadda ishlatiladi? Kasallik tarqatuvchi zamburug'larga qarshi ishlatiladi. Bular fungitsidlar, demak A variant xato. Begona o'tlarga qarshi ishlatiladi. Bu gerbitsidlar xato. Zararli kemiruvchilarga qarshi degan bu to'g'ri. Zoosidlar zararli kemiruvchilarga, hasharotlarga qarshi insektisidlar. Demak, javob to'g'ri variant ham xato. Bu yerda C bo'ladi. 68-so'rov. Quyidagilardan nechtasi kimyoviy jarayon delingan? Mis simining qizdirilganda qorayishi degan. Demak, bu kimyoviy hodisa.
Ftor bug'larining kondensatsiyalanishi, demak bu fizikal hadisa. Naftalinning sublimatlanuvi, bu fizikal hadisa. Smog oksidi qizdirilgandan kislorod olish deydi. Demak bu kimyoga kiradi. Havoni suyultirib kislorod olish. Bu ham fizika. Demak nishovi. Quyidagilardan nechtasi berilgan? Demak ikkovi. Shu hisobsi bo'ladi. 63-chi so'rov. Quyidagi berilganlardan qaysi biri fizik jarayon hisoblanadi delingan. Demak, birinchisi yodning sublimatlanishi. Demak, bu fizikal kiradi. Qaltiroq gazdan suv hosil bo'lishi. Qaltiroq gazdan suv hosil bo'lishi bu kimyoviy hodisa. Uchinchisi ichimlik sodasidan sirkada erishi deydi. Demak, bu ham kimyoviy hodisa. Havodan azot olish bu fizikal hodisa. Bizning fizikani so'rayapti. Xlorofil danachalarida kislorod hosil bo'lishi. Demak, bu kimyoviy hodisa. 6. Kristal sodaning suvda erishi. Demak, bu ham fizikal hodisa. Demak, 1 4 6 demak, avariya bo'ladi. 64-chi so'roq. Quyidagi berilganlardan qaysilari deydi kimyoviy jarayon hisoblanadi deb so'ralgan. Yodning sublimatlanuvi bu fizikal. Qaltiroq gazdan suv hosil bo'lishi bu kimyo. Ichimlik sodasidan sirka olinishi bu kimyo. Havodan azot olinishi bu fizika. Xlorofil danachalaridan kislorod olinishi bu kimyo. Kristal sodaning suvda erishi bu fizika. Demak, 2 3 5 2 3 5 shopsi.